Hürmetli vatandaşlarımız, işimizi devamlaştırıyoruz. Reis Xi Jinping, Cungo Amerika toqunuşup kalsa, afet karakterlik akıbet kelip çıkıdı dedi. Mavzulu haber 9. ayının 23. günü Amerika avazının Xitay til programımızda ilan kılındı. Haber ondak başlandı. Reis Xi Jinping Amerika'da ziyaretine başlayan küllerde, mesela Seattle şehri gitip gelgende, İki devlet münasebetini ilgiritişini, iki devlet Amerika, Cungo oturursa da tokunuş, yüz birişten saklanışını, opet karakterlik tokunuş, yüz birişten saklanışını çakarak kıldı. Reis Xi Jinping Seattle şehirde şirket sahasıdakilerge siyaset karakterlik notok sözlegende yukarıdaki körsetti. Xi Jinping Perşembe günü Aksaray'ını ziyaret kıldı. Xi Jinping mındaq dedi. Cungo hükümeti her qandaq şekilde tor bette oğurluk kılışqa qatnaşmaydı. Xi Jinping mındaq dedi. Cungo xalq pulunun qimmatini düşürüp tashqi sodani taraqqiy qildırmaydı. Reis Xi Jinping yana mındaq dedi. Agar Amerika, Cungo iki devlet yaxshi hamkorlikni saqlab qala dünyanın muqimligiga asos yaratadi. Agar o'zaro to'qinish, qarshilashish jarayoniga kirib qolsa, Cungo Amerika iki davlatga va butun dunyoga ofat elib keladi. Tahlil. Reis Xi Jinping sizni Amerika Qo'shma Shtatlari bilan hamkorlashib, mesele hal qilish uchun Amerika Qo'shma Shtatlariga ziyoratga kelyapti deb anglagan edik. Lekin sizning yuqorqi so'zlaringizdan his qildiki, siz popoza ishiltyapsiz. Agar to'qinishib qolsa Amerika bilan Amerika Jungo va butun dunyoga ofat elib keladi. U kelgusidagi sizning tasavvuringizdagi ofat bo'lishi mumkin. Navbatdagi masala Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo hamkorlashib, masala hal qilish masalasidir. Bu darajada pozitsiya o'zgartishiga popoza qilishdan o'zi menimcha siyoset sohasidagi bilimning cheklik ekanligi yoki diplomatik munosabatlarda pozitsiyani qanday to'g'rilashning kamligidan derak berdi. Reis Xi Jinping efendi.